milodiy 1959-yili 9-ayning 26-kuni Yoshino yerim orolda quruqlikqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchirgan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatli sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan o'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Amaldori Nobito tayfun bo'rinda yo'qolib ketgan 17 yil bo'lgan xotini va qizi bilan tasodifiy uchrashib qolganda o'z pushtidan tomg'an qizi qotil Shimazaki tarafidan o'ldirib tinib elib ketildi. Nobito elib kelgan qiz bo'lsa qotilning qizi edi. Buning bilan qolmasdan boshqalarning xotini sutida Nobitoning oldida paydo bo'lgan Eshikaniko burun qishlarni butunlay unutib ketgan edi. Shuning bilan bir chaqda turmadan chiqqaniga uzoq bo'lmagan Shimazaki yana bir qitim gumonli qotil sutida tutib turib so'roqlanayotdi. Nobito shu ish tufaylidan o'z qizi bilan dushmanlashib qoldi. Naoko xonim, sizga oxirda yana bir qitim aytay. Dadingizni qanot ostiga elishdagi hissiyotingizni tamoman tushunaman. Hozir sizni ayrilg'ili 17 yil bo'lgan dadingizning jinoyatini fosh qil desak, sizga jazman nihoyat tuyuqsiz bilinadi. Biroq jinoyat degan hamon jinoyat. Jinoyatchini o'z mayli qo'yib o'tishga, yomonga yontayoq bo'lishga hargiz bo'lmaydi. Heliq kuni kechda siz jazman bir narsani sezgansiz. Alayliq, xurum chapandagi qondig'ini ko'may qolmaysiz. Tansardila dadingizning chapanni yo'qotib o'tish muddasini bilmay qolmaysiz. Mushularni aytib qo'ysam, o'z dadamni pash qilgan bo'lmam deman deb endish qilyapsiz-ku deyman. Lekin siz begunoh bir odamning beajal o'lib ketganligida qonliq paketni yana bir o'ylab ko'ring. Nobito ko'nglida umid tug'ilganligini his qildi. Bir sabiy qizni qonliq paketni e'tirof qilishga majburlash haqiqatan to'liq rahimsizlik edi. Chunki Naokoning dadasini qanot ostiga elish hissiyoti qancha samimiy sap bo'lgan sari uning sirtdan keladigan besimga chidashlik berishi shuncha qiyin edi. Nobito Naokoning par bo'lib ketgan yuragini yana bir qatim ziydi qilishni ravo ko'msimi, lekin u yanala uning og'zidan haqiqiy ahvolni anglashni umid qiladi. Men hiç çıkmadım! Dadan. Rastıllah adam öldürüptü mü? Sizler neymiş ka? Dadanlı katil de turvalısızlar. Naoko hanım. Teptiş amaldori hergiz bundaq yekin chiqog'ini yo'q. Faqat o burun adam o'ltirgan bo'lsa-mu, lekin mushnoq asosliqla uni qandoqmi yana odam o'ltiradi degil bo'lsin. Nemishqa unaga boshqalarga o'xshash muomala qilmaysizlar. Mening dadamma odam, ko'pchilikka o'xshashli odam. Shundoq. Dadangizmi bizga o'xshashli odam. Sizmi shundoq. Shu sababdan sizmi bir odam sifatida menga bir qatim javob bering. Siz rastilla dadangizning gunohsiz ekanligiga ishonamsiz. Dadangizning rastilla yana odam o'ldirmaganligiga ishonamsiz. İşinemen. Mening hozir birdan bir ishimda hanım. Faqat dadam. Yoshino Nobitoning yuragi qartadi qilib qoldi.
Amaliyotda Naoko dadisiga ishonmaydi. Undaqda uni shu qadar johillik bilan ching turishga undayotgan narsa nimadir? Acaba qandoshlik munosabati hammadan ustun turadigan kuch-qudratga egamidir? Nobuto ko'z oldidagi bu qizning o'z qizi ekanligini bilmaydi. Uning ko'nglida Shimazaki Ejiga qarta havas paydo bo'ldi. Naoko. Bana işinemdiken. Ha, taftish amallarining oldida qat'iy turda shundoq dedi. Ikkinlarning birga yashagan vaqtinglarni ayt qisqa bo'lsinmi? Naokoning ishniman degan so'zni qanday hissiyotda deganligini tushunalaysiz deyman. Bana rahmet eşkalı deyişiniz gerek demekçimisiz? Siz nomus qilmamsiz? Kimi davatsız? Aşı balaning oldida yuzingiz qizarmamdi. Siz o'zingizni o'z nisibisiga shukr qilgan pak odam deb jazmlashtira olamsiz? Avukat hanım. Siz degan meni aqlaydigan avukat turib. Nemiş teptiş emeldarı bilen bir muqamda olaysız? Taftish amaldori bilan advokatning tip nishoni birdek. Demakchimanki, siz meni pakt bilan ta'minlamasangiz, sizni qanday maqlay olayman? Siz bana kanundan ders o'tkir ketgansiz de. Shundoq. Siz astoydil o'ylaning. Naoko ishim bo'lsa-mu, yolg'on so'zlamasligingiz kerak. Naokoning azobini vaqtincha kuchaytgan taqdirdami? Qilmishingizni aynan topshirishingiz kerak. Ben hiç kımadım dedim o. Rost shundoqmi? Siz beni ahmak içki gelip başka turgan okşaysız. Naoko'nun rastlı işinem diken. Men yolg'on so'zlamayman. U bola o'z og'zi bilan men dadamg'il ishiniman dedi. Amal yo'q dedingizmi? Onun üstüden arz qilishga bo'lmaydi ekanda. Hozirgi ahvolda arz qilgan taqdirdimi, meningcha ochiq sotning normal ep berilishiga kapolat qilmoqdasiz. So'roq doklatichu. Birinchidan, u o'zining jinoyat o'tkazganligini qat'iy inkor qildi. Ikkinchidan, bizda uning iqrorini rad qilayotgandek dalil isbot yo'q. Eliqay xurum chapanchu. Uni asos qilib bo'lmaydi. Qon reaksiyasi ko'rilgan bo'lsa-mu, lekin qon tipini bekitish mumkin bo'lmagan ahvolda bu chapanni dalil isbot degili bo'lmaydi. O'g'o shundoq. Bu gapdan qaraganda uni ochiq sot qilgan taqdirdimi? Yengib chiqishdan umid yo'q ekanda. Onun ustiga uning yaramliq bir advokati bor. Bo'ptila. Siz bu ishga qanday qaraysiz? Demakchimanki, siz qanday hissiyatda bo'lyapsiz? Shimazaki rostli gunohsizmi? Yoki Uning gunohi bor. O'zimning yuzaki qarshim bo'yicha aytganda, Shimazaki Eji jinoyatchi. Ondaqda bir chora tepib ahvolni aniqlab chiqish kerak-da. Dalil isbot yetarlik bo'lmasa-mu, lekin gumonliq ahvollar az to'la bor edi. Shundaq tursa-mu, siz hech qanday amal qilolmadingiz. Siz bir taftish amaldori bo'lib turguliq, buningdan nomus qilmamsiz. Oldingizda ayiblikman. Biroq hech bo'lmaganda hozirgi ahvolda uningda davomli so'raversak-mu, iqro qildira olishimizni aytasiz. Bu nima deganingiz? Bu ablahning mijozi nayta o'sal. Talatida muzig'ib turdi. Uning kayfiyati normallashsa, balkim. Yo'q, men o'zimning amalsizligim uchun sizdan kechirim so'rayman. Gapingizga qaraganda 10 necha yillik jazo uningga hech qanday ta'sir qilmabdi-da. Zaxmlantirish delosining ahvoli qandaq? Bu deloning tekshirish natijasi mundaq. Ziyonlanguchi o'zaro uqishmaslik tufaylidan gap talashib qilib, mushlashganligini aytib, Shimazakiga kangchilik qilishni o'tinib, iltimos topshirdi. Arz qilishga mumkin bo'lmas bo'pti. Undaqda uning ustidan arz qilmayli. Toza maqomlashmagan ish bo'ldi-da.
Sizga haqiqatan ko'p rahmat. Nadikini. Meningcha bu ishim tugadi. Xayr, xo'sh. Ha. Bundan keyin ahvol qanday bo'lar? Bu qitim siz bilan qarim-qarshi sat turib ilishmaganligimga albatta xo'jaman. Mening Shimazaki. Keyingi ishlarni keyin bir nima deyishamiz. Ma'qul. Bu balni. Bundan keyingi turmushi qanday o'tadi? o'xshash aqlni erishmangma. Nima qarab tursa? Bu yoqqa. Bu yoqqa kel da'vatime. Ikkimiz qatalish bilmaslik yaxshi emasmi? Dada. Qara seni. Bu qatim men gunohsiz deb qo'yib berildim. Bu rasmi. Ras bo'lmaychi. Men hech qilmagan tursam. Sen mening gunohsizligimga ishonding-ku. Dada. Ne bo'ldi? Yig'lamasan-chi. Yig'lama. Mayli. Ular haqiqiy ota-bola bo'lmasmi? Lekin tunji qatim ota-bolalarda qalb rishti tutashdi. Astaroq. Bekçini tatip ettiniz. Kechiring, men erlarning tonining belbog'ini bog'lab baxmagan. Shundoq bu. Dada, men qaytib keldim. Aka, uyga kelgandan keyin sizmi ton kiyib ma'qulmi? Menga yarashmasmikin? Dada, sizning ton kiymaganingizga uzoq bo'lgandi. Aka, sizning belbog'ingizni bog'lab qo'yay degandim. Hey, Yezmiko, dadangizning belbog'ini bog'lab bo'lmadingizmi? Kechiring, to'xtab turing. Bo'ldi, qandaroq? Toza belam bo'pti. Rahmat sizga. O'lib ketgan onammi borini shundoq bog'lab qo'yamdi? Yezmiko. Onamning o'lib ketmaganligi tex aniq emas. Tamak yeyli. Shimazakining tutib turilish muddati bugun to'shidi deyman. Ondaqda arz qilmaydigan bo'ldik. Arz qilmamsizlar. Ondaqda ish o'g'li tortibdi-da. Uni qo'yib berib bo'ldinglarmi? Xo'sh bo'p ketganingizni qara. O'zirlama. Nada xo'sh bo'ptimi? Bo'ldilar, yasalmilik qilmang. Naokoning xushal chiroyini ko'rishga aldirayotgansiz. Yezmiko. Tamak vaqtida nemiz gap talsizlar. Bo'ldi. Ishkala donsib tamak yesanglar, tamakning lazzati bo'lamdi. Kechiring. Hamma sizni kasabdingiz. Tamak vaqtida nima gaplarni boshladingiz? Hamid menda kechirgin. Endi boshqa gaplarni qilishaylik. Boshqa gaplarni? Burunqi zamonda bir joyda bir bo'g'ay bilan bir mo'may yashaydi ekan. Bo'g'ay yana o'tin keskilib beribdi. Shundada. Siz amroq emasmi? Amroq. Ondaqda. Men yeydiganiki yemamsa. Ma obdan paranglarni qitlasangchi. Men desam bo'lar. Sen qirdik gap deb bilmay qolammi? Men deyishimni rostla bilamayapman. Anam degan xotin og'iz besilmay so'zlab turadi. Bek gapdan edi. Anamdan ta
hozirgacha nafratlansiz. Adem degan nimaga soatli ishingilib bo'lmaydi ekan. Men onunla burun naiti ishini kesib ekanman. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yaylik. Sizni saqlatib qo'ydim. Hozir qahva ichadigan vaqt bo'ldi. Ma'qul. Bayqi gapimdan xafa bo'lmang. Qaysi gap u? Anamni o'lib ketdi degandim-ku. Hech vaqasi yo'q. Anamning chiroy shakli qandaqdi? Mansurtini kesib qo'ying. Cho'ng dadangizning gapini anglamadingizmi? Odam izlash e'loni chiqargan chaqda uning hamma suratlarini ko'ydirib o'tgandim. Har qancha bo'lsa biror parchasi qilib qolgandi. Bir parcham qoldirmay ko'ydirib o'tgandim. Bek aşırı etibsiz. Nimish qammini ko'ydirib etibsiz. Ondaqda anamning biror narsam qolmabdi-da. Anamning emas, hatto mening kichik vaqtimdagi suratlarini qoldirmabsiz. Kechiring. O'zimning bek yengillik qilganligim uchun pushaymon qilyapman. Dada, anamni chin qalbingizdan suyamsiz. Agar suyadigan bo'lsangiz, nimishqa bunchoqlar insizlik qildingiz? Uni suyatdi. Hozirmi yanada davomli suyib kelmoqda edi. Bu gap Nobutoning og'zidan chiqib ketgili tas qoldi. Uning burun xotoni Eshikaniki burun qishlog'i bo'lgan xotirasini yo'qotib, boshqa bir oiladagi vafodor xotin mehribon onaga aylangan edi. Baş baharning so'g'uq kunlarining biri tong saharda bir yosh ona qasrning oldiga keldi. Onaning qo'ynida bir uzunchoq bo'g'chi bor edi. Uning ichidagi bir qiz bovoq edi. Yo'q, u bo'g'chi emas. Bovoqni yo'g'ib olgan. To'limi chiroyli yo'g'ak edi. Yo'g'ak? Ha. Qush serti kashtilangan. To'limi chiroyli yo'g'ak. Heliq bovoq yezidagi nayt ko'ni bir uyda tug'ildi. Rasmo. U nayt umoq qiz edi. Lekin keyin u nega ketgandi? Shundoq. U chaqda qo'rqinchli baloy ofat yuz bergan. Yumiko. Ana, siz yana xatolashdingiz. Siz hech xatolisiz. Nim bo'ldi Yumiko? O'tgangi ishlar asta-asta esimga kelgandek bo'lyapti. Lekin men sizning qandaqdir o'tgan ishlarni esingizga keltirishingizni xohlamayman. Mening bir balam bor edi. Uning qo'zig'ini tompaytib, ko'chada taytanlab ketayotganligini ko'rgandek bo'lyapti. Og'zingizda shumi? Albatta. Siz uchun aytganda o'zingizning o'tmishni bilgingiz keladi. Lekin men bundan qo'rqaman. Sizning o'tmishingizni esga olgandan keyin bu oiladan ketib qolishingizni qo'rqaman. To'y qiling. Nobuto bilan? Ya'ni kim bilan bo'ladi? Tag'a, Nobuto bilan ikkimiz. O'zingizni qochirmang. Acaba siz Nobutoni yomon ko'ramsiz? O sizning eringiz bo'lishga munosib emasmi? Javob bering. Siz uni yaxshi ko'ramsiz, ko'rmamsiz? Meni so'roq qilyapsiz nima? Tez javob bering. Meningcha, men uni yomon ko'rmayman. Unda bo'lsa, uning bilan tezroq to'y qiling. Bu ishni sizga topshirdim.
mendek bir boyning iltimosini qabul qilgaysiz. Ko'nglingiz albatta xoshallik bilan qabul qilaman, lekin Nobutaning ko'ngli texcha. Ishi Kaniko yaxshi kelin edi, biroq u allburun o'lib ketdi. Yo'q, o texi. u tex hayot. Miyako og'zidan chiqib tasqagan bu so'zni ichiga yutib etdi. Ishi Kaniko texcha. Nobutaning qalbida hayot. Balkim shundaqdir. Lekin uning Ishi Kanikoni unutib ketish uchun tirikchilik ko'rsatgani emas. Shundaq bo'lganlik uchun u Ishi Kanikoning suratlarini hammasini ko'ydirib etdi. Suratlarni ko'ydirib etdi? Shunga oqshom Yezimiko tadisini rosa tanqidladi. Suratlarni ko'ydirgicha Nobutaning ko'ngli yerim bo'lgandi. Shundaq bo'ldi. Shunga men sizdan yani bir qatam o'tinaman. Men degan bir bit go'rga sangilib qolgan bo'vay, mening bugun ertligim qoldi. Tag'a, qilgan gapingizni qarang. Sizdan o'tinay. Tezroq sizga kelin bo'laman da'vatinga, ha? Shundaqmi? Dadamdan suratning ishini so'radingizmi? Bir parchami qilmadim-a? Haramzada qismingiz bo'lmaydi-jimi? Rostini ayting. Bexatar ishkapda bir parchasi bor. Axir yenla. Onu ko'ydirib o'tishga zodli ko'nglim unimidi. Haqiqatan odamning ochig'ini keltirdi ekansiz. Mendek bir hayot soyib Jamal yeningiz tursa, yeni suratni chin quchoqlab 17 yil bevod saqladingiz. Ahvoldan qaraganda, tog'amning ko'yib pishqanlarimi bir tiyin bo'lgan bo'ldi. Hech nima. Siz zodi qanday qilay deyapsiz? Sizningcha qanday qilsam bo'lar? Men nadim bilay. Menga maslahat bersangiz-chi. Buning men bilan nima munosabati bor? Gapingizdan qaraganda, men sizning shaxsiy maslahatchingiz xolos. Bundaq bo'lganimi yaxshi? Biz degan mangulik do'st. Qarang sizning salfib ketganingizni. Ishi Kanikoning ish to'g'riliq o'zim bir amal qilay. Sizning birodana tadbiringiz bormi? Buni o'zingiz o'ylab olasiz. Xeyr, xo'sh. Ayollar munosabati degan bu narsa. Balkim mangulik oliyjanoblarcha aloqa bo'lib qilishi mumkin. Yoki atsil ular to'y kechisini o'tkazishi mumkin. Mushundaq dakkada kichik taqozolik bilan kutishlar kishiga eng shirin lazzat baxsh etadi. Tushundingizmi? Mening ismim Yamamura Miyako. Biror ishingiz bormi? Men binokarlik shirkatida ishlayman. Otaki Masami. Xotirsi? Xonimingizning xotirsi asli keldimi? Yo'q. Tex u darajaga yetmadi. Lekin mushundaq alomatlar ko'rilib o'tadi. Advokatim. Men bu ishdan bak ansirab o'taman. Xotinimning xotirasi asli kelib qolsa, qandoqmi qilaman? Mushuni o'ylasam, qo'lim ishga bormaydi. Sizga ma'lum bo'lgandek, Yumiko bilan ikkimizning ikki bolamiz bor. Amaliyotda mening yana bir cho'ng o'g'lim bor. U hukumat xarajati bilan Amerikada o'qiyotdi. O'g'lim tug'ilib uzoq o'tmayla xotinim o'lib ketdi. Qanday qilishimni bilmay ham qilib turganimda Yumikoni uchirtib qoldim. O'g'lim uning ustini ini cho'ng bo'lgan. Yumikom yengil yengigan, shundaqmi? Shundaq. U yengil yengigan ekan, lekin uning bolasi va bolaning dadasidan qilchi xabarim yo'q. Ish qilib men Yumiko bilan uchrashib qilib, baxt qushi beshimga qo'ndi. Mening iliq shamol chiqsa o'rilib tushadigan kapam taraqqiy qilib, hozirgi darajaga yetdi. Bularning hammasi xotinimning shafoati. Bo'lmasa mening bugungi kunim bo'lmaydi. U men uchun yolg'iz xotinimni emas, balki boylik ilohiy. Advokat xonim, menga yo'l ko'rsatsangiz, agar xotinimning xotirasi asli kelib, burunqi eri va bolasini esiga ola olsa, uni uyga olib qo'yishim kerakmi? Ha? Advokat xonim. Buni xonimingiz belgilaydi. Mubada aytganlaringiz reallikqa aylanib qolsa, qonun nuqtasidan aytganda bu xonimingizning irodasiga bog'liq.
Agar xonimimiz qilib qilishni xohlasa, qipqas bo'laverdi. Lekin u burunqi erining yoniga ketishni talab qilsa, Shumi gap bo'ldimi? Undaqda bolalarım qanday qildi? Men qanday qilaman? albatta sizning o'z orzuyingizni bayon qilish huquqingiz bor. Uning burunqi eri-chi? Uning burunqi erining boshqacha fikrini o'tirib qo'yish huquqi bor. Unda huquqi yo'q. Uning hech qanday fikr qilish huquqi yo'q. Undaq bo'lsa, Shimazakini yana bir qatim tekshiraylik. Bu qatim jazman ishni puxta qilishimiz kerak. Dalil isbotni qo'lga tushirmasak bo'lmaydi. Bu ablahni qo'yib berganligimiz uningga bo'lgan gumonni bekor qilganligimiz emas. Bu ishni bo'ldi qilib tashlab qo'ysak, Shizokawa dilosi bosh oyog'i yo'q diloga aylanib qolmamdi. Ay, bundaq eski saroyda mashq qilsak musobaqada yengalamdiq. Shu emasmi? Ay, nimadan azmlik qilsiz? Bu yerdagi kat sizning g'ayratingizdan boy yo'qligida. G'ayratimiz bor. Ishkinglar jigirdinglarmi yo'q? Bunaqa gap ketamdi. Tez bo'linglar, vaqtni chim tutib mashq qilinglar. Naoko. Muallim. Ko'rishmaganimiz uzoq bo'pti. Anglasam dadangiz qaytib kelibdi. Ha, aslab turibsiz-da. Naoko. Toshisuki. Saqchilar bor o'xshamamdi. Ha. Sizlarning turar joyinglarni nazorat qilyotdi. Shundaqmi? Ular dadamdan texnik gumonlanib yetibdi-da. Siz nemishqa meni Otaydan izlab kelsiz? Bunun siri o'z-o'zidan ma'lum. U Otaydan Naokoni dadasi qo'yib berilganligi uchun tabrikli qilib, soqchining qaytadan qopqon qurganligini uningga aytib qo'yish uchun kelgan. Lekin jinning qasdi shaptilda deganda Naoko tabiiy holda uning maqsadini tushundi. Uning ko'ngli shodlikqa to'ldi. Lekin shu damda Toshisukining taftish amaldorining o'g'li ekanligi esiga kelib, Naoko ixtiyorsiz holda hasratlandi. Rahmat sizga. Lekin men qo'rqmayman. Chunki men dadamga ishonaman. Yana sizning so'zingizmi esimda? Meni? Siz qonun fuqarolarni qo'g'daydi demaganmidingiz? Men sizning bu so'zingizga ishonaman. Qarang, men bu yerga so'g'i kelgan. Men qaytib keldim. Nim bo'ldingiz? Ishni bo'lmadim. Dada. Siz qizib qolibsiz. Men doktor chaqiray. Chaqirma. Onchola alasat bo'lib ketma. Ajal taxi menda yiroq. Doktor chaqirishning hojati yo'q. Lekin dada, qizib ketgan tursangiz. Bo'ldi, birdam yetib olsamla o'ngishilib qolaman. Acha, sizni avvar qilib qo'ydigan bo'ldim. Acha. Shimazaki u doktor chaqirtibdimi? Ha, doktor hozirla keldi. Ma'qul. Naoko. Naoko.
Sizge nime lazım? Su. Uzoq kecha o'tib ketish oldib turadi. Mushu kechasi tun bo'yi kirpik qoqmagan yana bir odamning orom taslikda tonqa o'lashdi. Boyun saharda nima qilyapsiz? Kechiring. Har qanday qilibmi uxlayolmadim. Uxlayolmadim dedingizmi? Ko'nglingizda bir ish bor deyman. Meni ep ketding. Hech qanday ishni o'ylamaydigan bir joyga ep ketding. Shuncha yillardan buyon o'zimning kim ekanligini bilmay yuribdim. Dunyoda bundan bu qo'rqinchli ish bormi? Yomiko. Hozirgi baxtimdan ayrilib qoladigandekli his qilyapman. Meni chin quchoqlab sizdan o'tinay. Undaqda Dada, nima ish qilyapsiz? Tezroq bo'lmasangiz maktabga kechikib qolaman. Dadangiz telefonda so'zlashyapmandi. Mushundaq sari telefon bergan kimdi? Yezimiko, men boshqa yoqqa bormoqchiman. Maktabga o'zingiz ketavering. Tazmi bir ish bo'lsa, gapingizda turmaydi ekansiz. Ko'proq ehtiyot qilasiz. Sizni bek oshirib aytdingiz. Tez turibsizlar. Tez turibsiz. Yaxshimisiz? Anglasam Shimazaki og'rib qopti. Nadikini shamol tegib zukonda qopti xolos. Endi 1-2 kungacha uni qochib ketishini ansirmay aramaldigan bo'ldik. Yaqindan buyon ahvol qandaroq? Hech nimga erishamadik. Biroq qo'lga chiqqidek dalil isbotga erishalsak yaxshi bo'ladi. Uning og'rib yetib qolganligidan foydalanib, uni yana bir qatam qistab baqsa qandoq? Jo'ylama. Unda qilsak kishilik huquqida dars qilgan bo'lmamdiq. Men uni ko'rib kelay. Uning qizi bilan ko'rishib kelay. Nima degan eg'ir qadam. Lekin yana bormay bo'lmaydi. O'zining majburiyati pokitni aniqlash. Navbato yo'lmang'och ishida o'zini ogohlantiradi. Tenigin bir kecha uxlamay chiqding, ha? Nada undaq ish bo'lsin? Yolg'on so'zlayapsan. Rost. Men azroq yinsangiz bo'lmaydi. Dada. Tushimda Manchur yeni ko'ribdiman. O joyni Jongoliqlar Sharq Shimol rayoni deb atishidi. O yerda ko'z yetkisiz cho'ng tuzlanlik to'lqinlab oqadigan daryolar bor. Har qatim bahor kelish oldida o joyning yerlarini muz qoplab ko'rjakni yer sanjisa tarang'ida qilib oqsi qaytadi. Oye, to'lama so'qoq. Hamma yoq qorimiz bilan qoplangan. Onun ustiga urush bo'lib tatdi. Obdan o'ylab baxsam, ayni chog'larda o'lib ketgan bo'lsam, balkim hozirgidan yaxshiroq bo'lar edi. Dada. Sen to'lim ahmoqkansan. Akşam men bilan ko'rin bo'lmagan bo'lsa, u dunyoga safar qilgan bo'lardim. Yo'q. Bundaq gaplarni qilmang. Undaq qilsangiz to'lim shaxsiyatchi bo'lgan bo'lardingiz. Shaxsiyatchi? Shundaq emasmi? 17 yildan buyon soyingizni ko'midim. Aran pastda, yuz ko'rishganda,
Ölüp tüketsem davatsız. Siz ölüp ketsiniz. Ben kandak. Hayat geçirme. Yok. Ben bunun herkes makul demeyim. Hamakat. Sen tasın bir hamakat insan. Qaytib keldingizmi? Miyako, men mo tex amdila anladım. Saqchilar Shimazaki degan odamni ta hozirgacha bosh qo'yib etmabdi. Ha? Naoko. Indaysiz. Nemişti mektepke barmıdın? Barmayman. Axir qolgan tursangiz men qandoq boraman? Mening qaraytim chaqliq. Undaq qandoq bo'ladi? Naoko. Bo'ldi. Dada, yetib oramaylim. Bu qaytim bir qaror kap bo'ldim. Sizni umr bo'yi kutdiman. Sizni xotirjam holda obdan aram og'ziman. Dada, jazman siz bilan umr bo'yi birga bo'laman. Naoko. Eğer men bo'p qolsam, heliqi qotil men bo'p qolsam qanday qilasan? Dada. O men. Heliqi odam men. Aslında onu öldürüp xayolim yo'q edi. Lekin oxirgi hisobda heliqi ablaqni daryo bo'yiga ishtirib etdim. Bu ishni rostli men qilgan. Naoko. Elim meni qanot ostiga olamsan. Meni yana boqamsan. Anlasam, dadаңыз ağırıp qaptı. Hava ısıgandan keyin salla diqqat qilmasa, asalı shamol tegib zugandab qoladi. Naokoning qarashlari ilgirkiga o'xshamaydi. U bir ishni aytmoqchimidi? To'g'ri. Nobito tushundi. Bu qiz cho'qim bir ishdan xabar topdi. Dal shundoq bo'g'inligi uchunla u dilo sodir bo'lgan joyga yana bir qitim kelgan. O'sha chaqda daryo bo'yiga nemishqa keldingiz? Nobito bu sabiy qizga yana azob keltirayotganligini o'ylab ichi ochiq bo'ldi. Lekin u degan taftish amaldordi. Dadangizdan bir gap anglamadingizmi? Anlamadim. Rostla anlamadim. Rost shundaqmi?
Teptiş efendi, neymiş ki adamdan gumanlanıversizler. Onu katil qilib qo'ygandilar. Ondan ko'nglinlar aram topandi. To'g'ri emas. Bu gapingiz to'g'ri bo'lmadi. Men haqiqiy ahvolni Shizukawa qotillik delosining haqiqiy ahvolini bilmoqchiman. Tekshirish natijasida dadangizning qotil ekanligi dalillanadigan bo'lsa, sizning har qancha azob chekishingiz, menga har qancha nafratlanishingizdan qat'iy nazar, men oxirgi hisobda faqat bir yo'lni tanlayman. Kishilarning qonun ustida so'z cho'chaq qilishadiganligi menga butunlay ayon. Lekin qonunning jini odamning izzat hurmatini qo'g'dashda. Sho'nglashqa hech bo'lmaganda shundoq deb hukm qilishga bo'ladiki, odam o'ldirish jinoyat. Kishilik izzat hurmatni dafsanda qilganlik. Odam o'ldirishda qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar qotilni qanot ostiga elishqa hargiz bo'lmaydi. Alaizal bir oyning oldida mundaq bir ish yuz berdi. Bir erkak o'g'rilik qilganligi uchun qo'lga ilingan. Bu odam hamisha saqchilarga avarchilik deb biladigan kasbiy o'g'ri edi. Hech kim uni so'roq qilmagan ahvol ostida bir kuni u o'zligidan 10 necha yilning oldida odam o'ldirganligini iqro qildi. Siz balkim jinoyatkorlik tuyg'usi degan so'zni anglagan bo'g'idingiz. Bu erkak jinoyatkorlik tuyg'usining azoblashiga chidamay, oxiri o'zini ma'lum qilgan. Eliq qotil. Rostliman. Tushundingizmi? Mubodat dadangiz rostli qotil bo'lsa, hozircha uningga bo'lgan gumon bekor qilingan bilan u umr bo'yi ig'ir ro'yi azob ichida yashaydi. U vijdonini butunlay yo'qotmagan bo'lsa-la, hamon g'am andish ichida do'zaxning darvozi oldida azoblanib, gangirab yuriydi. Uni faqat siz qutuldirib olaysiz. Faqat sizlar uning muzlab ketib ketgan qalbini ertalaysiz. Dadangizni qaytadan hayotga yo'li qadam tashlatqiza oladigan birdan bir odam faqat siz. Naokuning qalb to'lqinlari birdan mavj urishga boshladi. Vaholanki shu paytda taftish amaldori Nobutoning qalbini yoshirin bir azob qoplamoqda edi. İzhar kinoxonasi. To'rbat manzilimiz www.izhar.tv/cn. Salon izlash nomimiz Izhar TV CN.